O'zbekistondagi eng mashhur ovqatlar. Qashqadaryo. Qashqadaryoda hamma tandir go'shti zo'r deb o'ylaydi, lekin undan ham zo'r ovqati bor. Ular cho'poncha va chiroqchi jiz hisoblanadi. Surxondaryo. Surxondaryoga mana tandir go'shtini bersa bo'ladi. Albatta yeb ko'ringlar, afsuslanmaysizlar. Buxoro. Buxoroni endi eng mashhur narsasi bu albatta qiyma shashligi, g'ijduvon qiymasi va albatta olot somsasi. Samarqand. Samarqandda zig'ir osh, so'zsiz zig'ir osh, yumshoqqina sabzilari va hech kim yana bitta tan olmaydigan narsasi bu Samarqand noni. O'zbekiston bo'yicha nomer 1 non. Xorazm. Xorazmda shak shubhasiz bu tuxumbarak. Lekin men yana qo'shgan bo'lardim suzma palovlarini. Juda alohida retsept bo'yicha tayyorlanadi. Andijon. Andijon oshda davom etamiz. Bu yoqda endi Devzira oshi. Sirdaryo. Sirdaryoda Baliq turli tumanlari bor va yaxshi pishiradigan joylari ham shu joyda joylashgan. Birinchi o'rinni aytishimdan oldin albatta obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Ovqat haqidagi eng foydali ma'lumotlar faqat menda. Toshkent. Toshkent deyilishi bilan hammani ko'zini oldiga Toshkent norini, oshi, besh barmog'i keladi. Lekin men aytaman, Toshkent eng zo'r ovqati bu steak. Shuncha davlatda bo'lgan bo'lsam, aynan shu ovqatni proba qilib ko'rgan bo'lsam, ayta olamanki, Toshkentdagi steak butun jahonni steaklar bilan taqqoslasa bo'ladi.